Yaxşımısınız dostlar, mən Qumluq şəhər Cürət Buqasım. Biz hazır Xaynanaya şəhərdə. Neçə gündən aldıda edim meyzunluki muşu seyyada kevez terip, haq uyluğul kesip, dehqançılık qıl kepti degan bir film çıkarsam, nurgun dostlar qollab, nəhayət yaxşı fikirlərini berib, özünü qollaydıqlığını ifadələpti. Muşu seyyar şəhərге nemi üçün kelib, müşəhərdə dehqançılık qılışı oylaşıp qalğanınızı bir dep baxsınız. Nurgun adamlar depti bu, japatat uyada 10 ming koyda oşuq pul qaşlap mosuğa kevez tergandan bu Şinjanın 1000 koy, 1,5 ming koy qaçan nurgun yaxşı yerler var, şuya berip terse almam dep ketdi. Aşıdan bir tushuncha bermisiz? Buni tushuncha bersak, biz o'qib qolsak, shu vaqt nuftimiz deb ishni qilyapmiz. Biz mi bilamiz, Şinjanning har qaysi joylarida ya'ni azonligini. Lekin azayat keveztirsak, vaqt nuft qilinmaydi. Shunda chiqimoqchi deb turib, shu seyoq kelib, shu chiqimni qilib turib keveztirdik. Bu kevezni biz qancha baldo dehqonlarga vaqt nuftib dehqonlarga yetkazsak, biz shundan xo'sh. Asli 10 yil chiqdi. Mishada Xaynan bilan Şinjanning orlig'ida yetishtirganligimiz uchun 5 yilda bozorga chiqib bo'ldi. Ya sortlar. Fikir ayında yezib ketdi. Sizlarning maqsadinglar shu dehqonlarning pulini topmoqchi, o dehqonni aldab deb. Sizlar mush ishni qilayotgan qancha yil bo'ldi? Hisobda 13 yil bo'ldi aka. 13 yil yo'q dehqonlarni aldayapsizlar. Dehqonni aldigan bo'lib qolsak, dehqonlar bizdan aqlliqchi. Dehqonlar o'zi biladi uni. To'g'ri. Bu shu dehqonni aldaydigan odamlar bo'lib qolsa, 3-4 yil yo'qqa to'xtamay, har yilda 50-60 dan 100 dan dehqonlarni akilib, mishet o'zini qilayotgan ishlarini o'zi ko'z tutib turib, yana nurg'un pul qashlab, bu shu Jungoning eng go'zal rayonlarida bu shu dehqonlarning bir ko'zi ichilsin, shunda rahat chiroyli go'zal yerlarning borlig'ini bilsin deb turib, unchalar chiqib qilmaydilar, shundaymi? Bo'shlarning o'zi uningdan sirt Beyzon'daki bu şirketdeki balalar bilan aloqa orqali men bu Beyzon'ning qilayotgan yaxshi ishlarini nima ishlarni bilasizlar deganda, nurg'un yashangan egishaqsiz cho'nglarningki Eid bayrami bo'lsin ya boshqa vaqtlarda, beshi qiyinchilik kelib qolgan vaqtlarda o'sha odamlarningki yanada turib, ashlarningki nurg'un eg'irchiliklarni ko'tarishmagan, turmush holidan xabar olgan unsin filmlarini hammasini topshirib oldim, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu meyzundaki Şinjan qilayotgan nurg'un yaxshilik ishlarini men anladım, hem nurg'un sin filmlarini men ko'rdim. Bo'libmi kichiklarni desak, yetim yesir bolalar olsun yoki yashangan cho'nglar olsun, o'zinglar bilsizlar, nurg'un yezlarda egachaqsiz dehqon oilalar bor yashangan. Shularningki holdan xabar olishlardan bo'lsin, ashlardan qolmay turibdi. Hem nurg'un dehqonlarni bu ichki rayonlarga akilib, uyg'unishdak o'rlashtiribdi. Bushlarda ko'rilish bo'ldi. Mushu Beyzon'daki adimiyligi, xalqdan tapqan pulni yeni xalq xashlaymaydigan qilayotgan ish izlarini tashviq qilish uchun bo'lsa-mu, men bu filmlar ishlayapman. Ham bundan keyin bu Şinjan chiqqan vaqtida men sizlarniki shirkatingizga berib, ham sizlar qarayotgan yetim yesir boladan bir 9-10 bola bor deydi. Ashlarniki amaliy ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib, yana qaytadan film ishlayman. Bu do'stlarniki bu shunday aktiv energiyalik pul topsa, xalqni unutmaydigan shunday bizniki yoshlarimizni qo'llab qo'yishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga do'stlar. Rahmat.